Maxsus avstriyskiy simental so'raganlarga o'ta tozalaridan keldi. Mollarni endi qo'ldan kelganicha ko'rsatdik. Yana ustida kelib ko'rib olishinglar mumkin. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bugun 1-avgust hafta kuniga shanba 2026-yil. Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasidan Ostakan fermasidan sizlar uchun maxsus deydi-yu. Maxsus avstriyskiy simental so'raganlarga o'ta tozalaridan keldi. Bizni anchadan beri kuzatib borayotganlar yaxshi biladi. Shunaqa qo'ysak ham tozalardan qo'yapmiz. Xudo xolasa yana shunaqa tozalardan bor. Zoti 100 talik simentalni o'ta yaxshilari fermadan joyidan birinchi qo'l bir qo'ra 40 ta bor. Kim shunaqa bir qo'ra olaman desa, shunaqa yiriklari ham ichida ketadi. Shunaqa o'rtachalari ham bor. Lekin o'ta kichkina nimpaqlari yo'q. Bir qator tekshirtirib, ko'rib ustida shunaqa qoniga, zotiga ahli etadiganlar olib kelib ko'rsatib olsanglar ham bo'laveradi. Shunaqa hozircha mollar shu holatda bitta qo'ra qilib qo'yilgan. Hammasi sotuvda. Yirigi ham bor, o'rtachalaridan ham bor. Bitta olasizmi, ikkita olasizmi? Kelaverasiz. Hammasi boqma holatda. Uyga olib borib tashlab, jicha e'tibor berilsa, zo'r ves oladi. Anaqa gibrid variantlaridan ham bor. Xullas, simentalni shoxli variant deysizmi? Yokida manaqa to'qol variantidan deysizmi? Ko'proq shoxli varianti, lekin to'qollari ham bor ekan orasida. Go'sht yo'nalishida boqaman deganlarga ham yaxshi. Yokida zotga foydalanaman deganlarga jicha yiniklari ham bor ekan orasida, ko'ryapman 5-10 tasi. Mana shu holatda zotga ham eplasa bo'laverar ekan ba'zilari. Lekin mollarning holati anaqa novvot rangidan bor, mana ko'p ishqibozi bo'ladi shunaqalardan. Mana shunaqa novvot rangidan. Shu ham ancha yirik mol ekan. Endi bular hali o'smagani, bular yana o'saveradi, chunki o'rtacha bu yerda 8 oydan chamamda shu kattalari 1 yashargacha, bo'lmasa 1 yosh bo'lmagan. Mollar bir qator holatini ko'rsatib o'tgan bo'ldik. Soniga 40 ta dedik. 40 tani bitta joyga olaman deganlarga narxini aytamiz. 34.500.000 so'mdan hammasi bitta joyga. Agarda dona olaman deydigan bo'lsangiz, eng kattasini 40 millionga olib ketaverasiz. Mana shunaqasinimi yoki mana bunaqasinimi? Xullas, fermaga kelib mana shu yerdan 40 tani ichidan eng ko'zga yoqqan yirigini tanlaysiz 40 million. Xayri bor. Yana kelishtirib berishadi. Mana jasadlari o'ta katta baholisi. Bunaqalardan bor ekan 5-10 ta. Endi eng pastchi deyilsa, eng past 32 milliondan ham mol bor. 32 milliondan ham mana shu yerda 40 tani ichida, mana shu ko'rsatayotganlarimiz ichida 32 milliondan ham bor. Xohlasanglar undan olishinglar ham mumkin. Ular simental ishqibozlariga mana simental bazm.
kelib, Xudo xolasa bir barakani qilib, yeb ichishi sog'ligiga Xudo xolasa bir hafta 10 kun garantiyasi bilan olasiz. Mollar hali yangi, kecha kelgan, hali charchog'i chiqqani yo'q hali. Bir qatori yana kelib, ustida masalan mollarning holatini ko'rib olsangiz yana ham yaxshi. Salomat bo'linglar. O'sha aytganimiz, o'sha narx 32 milliondan eng kichigi bor, 2 ta yoki 3 ta chiqarib berishadi. Eng zo'rini, eng kattasini 40 milliondan tanlab olishga. Agar 40 ta bitta joyga bo'lsa, 34 million 500 ming so'mdan mana shu 40 tani bitta joyga baraka ham bo'laveradi. Salomat bo'linglar, like bosishni, kanalni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Bizga ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Mollarni endi qo'ldan kelganicha ko'rsatdik. Yana ustida kelib ko'rib olishinglar mumkin. Mollar lekin yaxshi holatda. Boqib foyda qiladigan. Go'sht yo'nalishida bo'lsin, xoh zot yo'nalishida bo'lsin, foyda qiladigan mollar.